Bir qishloqda merganlikda dong taratgan bir ovchi yashardi. U kamondan o'q uzib, uzoq masofadan nishonga bexato urar, hatto katta tezlikda harakatlanib ketayotgan hayvonlarni ham bir o'q bilan yiqitardi. Ovchi maqtanishni yaxshi ko'rardi. Men eng zo'r ovchiman. Otgan o'qimni hech kim to'xtata olmaydi. O'qimdan hech bir jonzot omon qolmaydi, deb maqtanardi. Bir kun u yana ovga chiqdi. O'sha kuni havo aynib, shamol boshlandi. Daraxtlar shamoldan egilib, barglar havoda aylanib, atrofga chang ko'tarildi. Ovchi esa xotirjam kulib, "Eh shamol, bo'ron payti men otgan o'q qanday uchishini senga ko'rsatib qo'yaman", dedi u kibr bilan va kamondan o'q uzdi. Ammo shamol ovchining o'qini osongina yon tomonga burib yubordi. O'q mo'ljalga tegmadi. Ovchining jahldan yuzi qizardi. U yana kamondan o'q uzdi, lekin shamol o'qni yon tarafga burib, o'q yana nishonga tegmadi. Ovchi 3-chi bor o'q uzdi, lekin nishonga ura olmadi. Shu payt osmondan shamolning ovozi keldi. "Sen yaxshi mergansan, lekin kibru havo ko'zingni ko'r qilgan. Sen men bilan o'chakishma. Men seni dushmaning emasman. Men Alloh yaratgan tabiat qonunlaridan biriman xolos. Agar haqiqiy kuchli bo'lishni istasang, men bilan hisoblashishga majbursan. Shundagina sen o'z ishingning ustasi, eng zo'r inson bo'lasan. Tabiat qonunlariga bo'ysunmasang, baribir qo'lingdan hech narsa kelmaydi", dedi shamol. Ovchi yerga o'tirib qoldi. Uzoq o'yga toldi. Ovchi insonning kuchi tabiat bilan kurashishda emas, balki u bilan uyg'unlikda yashashda ekanini tushundi. Ba'zida o'jarlik qilmay, balki eshitish, his qilish va moslashuvchan bo'lish kerakligini tushundi. Ovchi o'sha kundan boshlab tabiatni kuzata boshladi. Qattiq shamol esgan vaqtda kamondan o'q uzmay kutishni o'rgandi. Havo sokin vaqtida uzgan har bir o'qi nishonga tegardi. Inson har doim o'zidan kuchli bo'lgan narsa bilan kurashishi shart emas, balki uni tushunish, qabul qilish, o'sha narsaning bir bo'lagi bo'lish yaxshiroqdir. Bunday paytda kamtarlik qilish zaiflikka kirmaydi. Bu o'z ishiga chuqur yondashishdir.